Shekspir davri o'tdi, boshqacha el turmushi. Tamom boshqacha hozir er xotin urushi. Nima endi ro'molcha? To'rburchak lattada jo'n. Hozir rashk sababchisi zamonaviy telefon. Uydagi kelinlar ham bilmam nima ovlaydi, qachon qarama erin telefonini kovlaydi. Sim qoqqan bo'lsa agar bir shubhali raqamga suhbatlari albatta aylanadi janjalga. O'lmaganda Shekspir zamon dardim bilardi. Otelloni albatta ayollardan qilardi. Tasavvur qiling, janjal bo'layapti hovlida. Otelloning telefoni Dezdemona qo'lida. Rashk o'tida qovurilar, sho'rlik Dezdemona oy SMS deb topolmas o'ziga joy. Sog'indim, keling debdi. Qaysi mahov, qaysi bez, kim yubardi aytasan? SMS, oqmanmi? Voy yuragim sanchadi. Telefoning meni bir kun talqon qilib yanchadi. Ozayapman aqldan, g'azablarga to'laman. Otello, aytmasang dunyoga o't qo'yaman. To'xtatolmas hech narsa, na bola, na do'stiyor, ko'zlariga qon to'lib jinni bo'ldi tap tayyor. Deyman, hoy Dezdemona, xudo olsin fe'lingni, bitta SMSni deb yeb qo'ydingmi esingni? Qora yaloq eringni, suyuqligim bilarding. Telefon o'lgurini kovlab nima qilarding? Qay it bilan gaplashib o'lmasmidi? O'zingni bilmaganga solib yursang bo'lmasmidi? O'zingni bos, to'xta deb yopishaman qo'liga. O'ylabmanki, shunchaki qo'rqityapti yo'liga. Dezdemona eshitmas, SMS der paydarpay, Otello jim ishtonin ho'l qilib qo'ygan boladay. Rashchi ayol qaslansa, hech dushmanlik yetmaydi. Shayton bo'yniga mingach, g'idipida ketmaydi. Dezdemona dod deydi, noinsof, bediyonat, hali samma xotinga qiladigan xiyonat. Menga xanjal beringlar, MTSmi bilayin, uyali tarmog'ini jondan judo qilayin. Ko'zlari ola kula, qo'liga olib turib, Otelloning telefonin sindirdi yerga urib. Bo'g'ib ham o'tirmadi Shekspir o'ylaganday. Achchiq ustida bir ish qilmasaydi, voy o'lay, voy dod deydi Otello. Yotganicha chalqancha, ne qilding ablah xotin? Ro'molcha ber, ro'molcha. Tilini tishlab turib azbaroyi og'riqdan sho'ling qurg'ur Otello ketib qoldi hushidan. Ko'zini ochsa kiyganmish oppoq libos, o'ngmi tez, oldiga qizil rangda yozilganmish SMS. Bu abonent tarmoqdan uzilib uxlatilgan, har qanday aloqaga cheklashlar o'rnatilgan. Shekspir ham bunaqa tomoshani ko'rmagan. Dezdemona kelinlar, bosib oling o'zingizni. Oilam deb ba'zan haqqa yumasiz ko'zingizni. O'ylamang, telefon uning shunchaki bir keragi, aslida u erkakning qo'lidagi yuragi. Shuning uchun uning ichi to'la sir va asrorga, hammomga ham o'zila olib kirmas bekorga. Ba'zi sirlar bor, bilsang yuragingga g'am tushar, bilmasang peshonangga bitta tirish kam tushar. Marhaboga gapim shu, ko'lmakdan kit ovlama. Esing bo'lsa eringning telefonini kavlama. Assalomu alaykum do'stlar. Videoga like bosib obuna bo'lsangiz, bundan juda xursand bo'lamiz. Bilasizlar, bu biz uchun juda muhim. Video haqida o'z fikrlaringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Bizni yana tomosha qilayotganingiz uchun katta rahmat.